Qish kelyapti, havo soviyapti, gazingizni yoqib, uyingiz salafanda o'rasangiz ham uyingiz simayaptimi? Mana sizga yangilik. Ham uyingizni isitasiz, ham buni biznesni o'rganib foyda qilsangiz bo'ladi. Bunimiz 3 tasi bitta bo'ladi. Yozda issiqdan, qishda sovuqdan saqlaydigan termopanel bo'ladi. Eng qizig'i 1 kvadrat sizga 75 ming so'mga tayyor bo'lsa, 90 ming so'mga sotsangiz bo'ladi. Yana bittasi gipki kamin bo'ladi. Bu tabiiy tosh bo'ladi, super mo'yshi bo'ladi. Sizga bu 40 ming so'mga to'xtasa kvadrati 55 ming so'mdan sotsangiz bo'ladi. Undan tashqari tayyor pechatligi bo'ladi. Bunisi 1 kvadrat 90 ming so'mga tushsa, 110 ming so'mdan sotsangiz bo'ladi. Kvadratini 20 ming so'm sof foyda ko'rsangiz bo'ladi. Kimgadir qizig'i bo'lsa, 1 oyda 1,5 mingdan 3 ming dollargacha sof foyda ko'rsangiz bo'ladi. Endi chet elda ishlab qiynalishni yurak kerak yo'q, ota-onangiz yonida maza qilib ishlasangiz bo'ladi. Ushbu biznesni o'rganmoqchi bo'lsalar, обучениyalar kelishgan holatda yeb, ichish, yotoq o'rgatib berish mutlaqo bepul. O'zbekiston bo'ylab kelib o'rgansangiz bo'ladi. Bu gipki kamin hamda termopanel xizmat bo'ladi, sezonsiz biznes bo'ladi. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Oltiariqda Dilshod akaning joyida turibmiz. To'liq ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.